Qiz bola eshigidan kirgan har bir ishida erining roziligini kutadi. Qizning eng katta armoni uchun mazali taomlar pishirib, iliq qo'llariga tutqazishni orzu qiladi. Ammo u ovqatni o'z uyida tayyorlaydi-yu, onasining dasturxoniga qo'ya olmaydi. Yuragi borsa ham oyoqlari bora olmaydi. Onasi kasal bo'lsa, qizning ko'ngli hech narsadan huzur topmaydi. Bolalarining kulgusi ham, dunyoning chiroyi ham unga bir fursat yengillik bermaydi. Sayohatga chiqsa, ota-onam ham birga bo'lsa edi deb yuragi orzulaydi. Ota-onasining biror narsaga muhtojligini biladi. Yuragi cho'ntagidan chiqarib uzatishni xohlaydi. Lekin ko'pincha erning qo'liga qarab qoladi. Xo'p deydimi deb ichida o'ylab yuradi. Ota-onasiga ochiq yordam bera olmasligi unga alam qiladi. Qiz farzand bo'lish aslida juda qiyin. U yuragida doimo ikki olamni ko'tarib yashaydi. Biri ota-onasiga bo'lgan cheksiz sog'inch va mehr, ikkinchisi erning izmidagi hayot. Eng ko'p sog'inadigan va eng ko'p o'ylaydigan farzand bu qiz farzand.